Diqqat, ogoh bo'ling. O'zbekistonda 1-iyun kunidan 4-iyungacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 1-iyunda 13-18 daraja, 2-4-iyun kunlari 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 2-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 1-3-iyun kunlari kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja, 4-iyun kuni kechasi 18-23 daraja, kunduzi 31-36 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-2-iyun kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqat 1-iyun kuni Toshkent viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 3-4-iyun kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 1-3-iyun kunlari 33-38 daraja, 4-iyun kuni 32-37 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Faqat 2-iyun kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 1-iyun kuni 32-37 daraja, 2-4-iyun kunlari 30-35 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat 1-iyun kuni kechasi 14-19 daraja, kunduzi 25-30 daraja, 2-4-iyun kunlari kechasi 12-7 daraja, kunduzi 20-25 darajagacha pasayadi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.